Aziz obunachilar, bir kishilik qalin, original, zo'r, sintetikasi yo'q, yumshoqqina burtgan momig'imizni narxi chiqdi. Ko'rishim mumkin. 5 xil rasvetkamiz bor aziz obunachilar, 5 xil rasvetkamiz bor. Mana o'zi ham zo'r chiqdi. Hali bomba naborda materiali bu. Yarim materialimizni ikkishili nabor tikadi, yarmini ko'pchiligiga nimasiga binoan bir kishilik ham tikila, bir kishilik ham tikila deyishdi. Bitta nalichkasi bor, bitta katta prostinasi bor. Nalichkasi chiroyli qilib admanka zamoglari bor. Zamogi bori ham bilinmaydi. Juda qalin lekin o'zi ham kilosi ham og'ir. Ranglarini qarang mana. Bir kishilik soni ozgina. Yana ana videoda hojona xafa bo'libdilar, yetmay qolibdi naborimiz. Aziz obunachi bitta naborimiz yetmay qolganiga hojona karavan korxonasi mashinalik debdilar. Yetmasa nima qilaylik? O'shanga sizlarga ham yetmay qolmasin. Tez xarid qilib qo'ya olaman. U soni ozgina o'zi. Aziz obunachi, buni narxi 95 ming so'm sotishimiz kerak edi. Har safar yangi chiqqan mahsulotlarimiz bilasizlar, arzon sotamiz. Sizlarga 75 ming so'm qilib vaqtincha narxini belgiladim. 95 ming so'mlik optim sotadigan momig'imiz nalichka, bitta prostinasi bor, qalinginani sizlarga ataga hozir 75 ming so'm qilib belgiladim. 5 xil rasvetkamiz bor aziz obunachilar, mana 5 xili bor. Mana 5 xili bor, pushtusi mana 5 xil. Ko'rishlaring mumkin. 5 xili bor. Burtgan aziz obunachilar, sintetikasi yo'q ekan. O'shaning uchun yaxshi ketyapti bu. Sintetika yo'q, tirsillamaydi. Umuman tirsilla. Yo'qsiz ham maza qilasiz ommalar ekan. Yuvsiz ham maza qilib yurasiz. Yuvsiz ham maza qilib yuvilar ekan. Kir mashinada darrov qurur ekan. Chunki biz bularni sinab ko'ramizda. 95 ming sotishimiz kerak edi. Yangi chiqqanligi uchun ataga 75 ming so'm bitta nalichka prostinasi bor. Shoshilinglar. Yana ana hojonaga o'xshab kommentariya yurib, kommentariy yozib o'tirmanglar, xafa bo'lib. Mashinani ekan bular, Xudoga u qildim, Xudoga bu qildim. Endi Alloh nasib, kimga yetsa yetadi, yetmaganlar xafa bo'lmanglar. Qo'limizdan kelgancha biz ham sizlar uchun harakat qilyapmiz endi. Aziz obunachilar, bir kishilik ataga 75 ming so'm ulgurib qolinglar aziz obunachilar, keyin xafa bo'lib yurmanglar. Sog' bo'lasizlar. Karavan korxonasi har doim sizlarga xizmatlaydi.